Bu dunyo qaytar dunyo ekanligiga dalilki, yana bir kishi aytayaptiki, men bir ayolni yoqtirdim deydi. U bilan oila qildim. Shunaqa endi yoqtirganman, shunaqa bir-birimiz bilan chiqishamiz, gaplashsak, to'ymaymiz bir-birimizga deydi. Va bir necha kunlardan keyin telefon tutsam deydi, g'ir teskari holat deydi. Men ko'rgan, men birinchi yoqtirgan ayol emas u telefonida deydi. Menga qanaqa shirin so'zlar gapirgan bo'lsa, bir vaqt o'zida bir nechta erkaklarga gapirgan u gapi deydi. Keyin men o'sha paytda sindim deydi. Erkakni pulsizlik emas, xiyonat sindiradi deydi. O'sha kuni sindim men deydi. Keyin men aytdimki unga, nimaga menga bunaqa muomala qilding? Nimaga meni aldading? Sen meni osmonlarga olib chiqib nimaga yerga tashlab yubording? Men sindim-ku bu holatdan. Qarashim o'zgarib ketdi dunyoga, dedim deydi. Keyin u o'zini oqladi deydi. O'shanda ham oqlayapti o'zini deydi. Bo'ldi, yashamaymiz, bo'ldi deydi. Keyin ayrilib ketdik deydi. Keyin vaqtlar o'tdi deydi, farzandlarini to'yini qilibdi u deydi, uylantirgan deydi. Keyin eshitsam deydi, farzandini ayoli, ya'ni kelini farzandiga xiyonat qilib yurar ekan deydi. Ko'chada bir nechta erkaklar bilan yurar ekan deydi. O'z jamiyat dabdalashib ketdi endi hozirgi kunda. Va ular bilmas ekan deydi. Keyin aytdimki, ha, qaytar dunyo, siz nima qilgan bo'lsangiz, sizga qaytadi. Balki siz bilmasdirsiz, qayt bo'lgandir. Atrofingizda shunaqa maxfiy qanaqadir iflosliklar ketayotgandir. Siz kimgadir qilganingiz sababli. Shuning uchun bu qaytar dunyo. Kimga nisbatan nima ish qilgan bo'lsangiz, shunda qaytadi va sizni kallangizni ishlatib oladi u narsa. Kimga nima yomonlik qildim deb qolasiz. Shunaqa holatga tushishdan oldin inson har bitta insonga qilayotgan muomalasini o'ylab qilish kerak.